Salam tordaşlar. Hemen cevap güzel olsun. Ben şayalık dostumla Aygül'den hemen mihrim bil. Salamlarım yaşayın tordaşlarım. Bugün 2026 yılı 2. ayının 13. günü yeni Perşembe. Hazır etigen seher saat Beijing vakti 6, Şinjan vakti 4 oldu. Hazır mı şu buradan daha şunun sen doktorxanası qarab öydün çıqılyapman tordaşlar. Bir ishni eskartib qo'yay deb men ihro yuzuq so'zlab chiqdim. Bugun mana shu tekshirgan natijalarım bo'lamdi. Doktorxona tekshirish ko'rinishini hammasini sizlarga yo'llab berman tordaşlar, ham bahrlab berman. Men shu qalqansimon ba'zi o'sma 3-derejadan matarafim 3-dereja, matarafim 2-dereja bo'pti deb ashna degandi. Ma sababdan mana shu tomirimning to'pisiga bir ozroq mo'nakchi chiqib qilib, anadan qon tomirini besib, men qo'lim qonmay og'rib ketib ketgan tordaşlar. Mana shunaqa boshqa vaqtimda men xotanga borganda Abdulla Mahmud usta mana shu gelimni o'zi tutib berib, mana shu yerda ozroq mo'nakchi borka bu yo'qolib ketdi deb ashna deb diagnoz qo'ygan. O'smir kasalliklar doktorxonasi ashna diagnoz qo'yilgan. Shayanay doktorxonada ham ashna diagnoz qo'yilgan. Men o'zim Abdulla Mahmud ustamniki mana qalqansimon ba'zi o'smir qarta jajanshan qarta 5 bosqich mahsulotini iste'mol qildim. Shuning bilan hech qanday asarati qolmagan bo'ldi. 3-derajam yo'q, 1-derajam yo'q. Mana shu 400da men ekran yuzda aniq ko'rayotgan tordaşlar bilasizlar. Shayanayisida 3 bosqich yap bo'lgandan keyin shayanayis tekshirdim. 5 bosqich iste'mol qilib bo'lgandan keyin Urumchi o'smir kasalliklar doktorxonasiga kelib tekshirtgan. Natijalarim nima tor dunyosiga yo'llagan men tordaşlar. Hozir meni ko'rayotganingdek hozir Shanxayga 2-ayning 1-kun kelgan. 2-ayning 3-kuni shu Junsan doktorxonasiga borgan tordaşlar. Tekshirish uyiga kirib 500 qo'ygan nomerini elib paydi turib japatat deb ashada turib 2-ayning 6-kuni jizga saldiganга xiza hamma apparat saldiganga ash kunlik tekshirildigan bo'lgandim. Shuni 2-ayning 6 kelsa deb chiqirib bersa qog'ozni. Asli pul to'lab ketgan bo'lsam 2-ayning 6si tekshirishim tugab makamgachilik Şinjanga qaytib bo'ldim tordaşlar. Bak esingni tutib olinglar. Agarda Junsan doktorxonaga kelib qolgan bo'lsanglar, kelmoqchi bo'layotgan, kelgan tordaşlar bo'lib qolib qolsanglar tordaşlar 5-da o'tgan sizlarga deb beryapman. 2-ayning 6-kuni kelib tekshirsizlar desa, doktorxonadan udullab uyga ketibmiz tordaşlar. Shu 2-ayningki 3-kuni asli shu kuni pulni to'layotganmizga. Men u kuni pulni to'lamatdim. 2-ayning 6-kuni kelib doktorxonada shu kun to'laymiz pulni. Shu kun tekshirilgan bo'lgan keyin deb qo'limizda qog'oz hammani bo'lgan keyin ketibmiz uyga. Ketib 2-ayning 6-kuni mana tor dunyosiga yo'lladim. Bugun tekshirilmadi. 2-ayningki 6-kuni doktorxonaga bordik. Doktorxonaga berib paydi turib, ondan keyin tekshirish uyiga kirdigan yerda pul to'laydigan yerga berib pul to'laydigan qog'ozni ko'rsatsam, sizbadi. Men vaqt o'tib ketibdi. Sen 2-ayning 3 to'lamabsan bu pulni. Shu kun to'lagan bo'lsang 2-ayning 6-kuni bugun sen tekshirilding. Sen shu kun pulni to'lamagan keyin endi boshqadan nomer al deb yig'lab ketay deb qoldim tordaşlar. 500 qo'yga bir kasal ko'rsatganga 500 qo'yga bir tan nomerni olgan. Shu nomerni olsam japatat deb Shanxay kelib 2-ayning 3 berib 2-ayning 6 tekshirildiganga qog'ozni chiqarib pulni to'lamay ketib 2-ayning 6-kun to'laymiz, shu kun tekshirildigan bo'lgan keyin deb ketib qolgan sabab bilan tekshirtanmay u 500 beka bo'ldi. Shuning bilan yana qaytadan nomer elib boshqa bir doktorga tekshirildigan a'zolarimni deb qog'oz meni mashinaq bo'ldi, 500 qo'yga mashinaq nomerini olgan beka ketibdi deb u doktorga desam, bu mening ishim emas. Aş doktor san demepti, pes küçük pul to'lab uyin ketsa, 6-yillar kelib tekshirsa deb aş doktor demepti. Bu mening ishim emas dedi. Hech nima qila olmadi. Ham guna o'zimizda bo'lgan keyin doktor bizga demepti uni. Shuning bilan 2-ayning 6sidan 2-ayning 12-kuniga yo'l oldim. Shuning bilan 2-ayning 12-kun tekshirildiganga 2-ayning 6-kuni pulni to'lab ketdik. Bugun 2-ayga 12 bugun butunlay tekshirilish hamma ish bugun bo'ladi tordaşlar. Tekshirish qog'ozlarim chiqqan vaqtimda sizlarga ham bahrlab yo'llab beraman. Yaxshi chiqsam yo'llab beraman, yomon chiqsam yo'llab beraman tordaşlar. Bani deb chiqyapman, tor dunyosiga yo'qni yo'q deb chiqyapman. O'zim bir yurak kasal tatgan bir bemor bo'lganligim uchun, qalqansimon ba'zi o'smir bo'lib qolganligim uchun, o'zim mush kasal dadin tatib qolganligim uchun, saqayganligim uchun Shayanayisiga Atachining sog'lomlik do'konini qo'rqmay ochdim tordaşlar. Men o'zim doktor emas, ashna kasallik jiqtatgan ekan adam doktor bo'lib qoldi ekan. Hozir ham mush at deganda saharda hozir uydan chiqib mang'ilyapman. Biroq mana shu gaplarni sizlarga deb qo'yish orqali ham bahrlab qo'ydim tordaşlar. Uydan chiqib mush shayadan kelgan achamning qizi bilan doktorxonaga qarab mangdiq. Shu achamningki qizningki yetkish vashiyasi ekan, mush mashinani Shanxayda haydab Xanjug'im mush mashina haydab sayat chiqib kiribdimiz. Mashina bo'lg'ashqa ham qolaylik bo'ldi, uy bo'lg'ashqa asli qolaylik bo'ldi tordaşlar. Tordaşlar. 2026 12-kuni hozir Junsan doktorxonasiga qarab ketib boramiz. Acamning qiziga.
Doktorxonada tekshirgan natija qanday chiqdi? Shuni qarta sizlar bilan ham bahslab birman to'plashlar. Men hozir soat sahar vaqti 6:05 bejamoqda. Jonsan doktorxonasi ma'lumotga yo'llaykan, mana shu. To'plashlar. Shanxayda turdoshlar bizni mashinada tarafga chiqdi. Mana hozir 16-bino tekshirishga ketdim deganda. Tekshirishga hozir 16-bino, 13-bino deb bino qiziqib ekan. Mashina bilan ma'lumot tekshirishga. Mana 2-oyning 12-si. Tekshirgan qog'oz bilan chiqolgan. Mana to'lashlar ko'rvatdan 2026-yil 2-oyning 12-kuni hozir shu Jonsan doktorxonasida mana Shanxaydagi Fudan Dashoning Jonsan doktorxonasida hozir shu 5 ming xizim saldigan payda o'tiribman. Mana ko'rvatdan xizim tekshirgan uy 11-uy tekshirishga e'lon mana tekshirish uyining oldida hozir payda o'tiribmiz. Mana bu 1400 ko'yliq Urumchida olamdi, Oqsuvoqda olamdi tekshirsa, xizim başning xizim 1400 ko'yliq tekshirish mayada. Mana ko'rvatmangdak bardashlar. 510 ko'y tekshirib o'tganmiz, 510 ko'yga. Tekshirish deganda bir tekshirishni 722 ga, bir tekshirishni 800 ko'p. Endi 810 demak xalqning ichi adamlar qo'shqoq hozir. Mabinadan Aminaba 20 chiqimiz hozir. Shundoq. Yürüyüp taşıtmışsa, taşıtıp olmadı burada. Ama buradan başlıyor ki çocuk. Bir binadan bir binanın arasına çıkıp geldi arkadaşlar. Yürüyüp taşıtımız zaten. Mabinadan. Ma 16. binada taşırışlık gibi değil arkadaşlar. Hem de 8. binaga. Ma 8. binaga uçtu. Yolga çıktık öteden var ne? Şimdi yolga çıktık. Kızılçıraktan sol kolu kırsak 8. 9. 10. binaga yak vardı kendisi. Şunda bir bina bilen bir binanın aldığı arkadaşlar. Beşirak'ya. Ama bu 18. binayken bu kürvatın aldık. 8. 8. bina var lekar doğan. Duşay ya da duşay falan bekliyor. Şurada şırak gibi bina var. Bir bina varları. Çocuk taşıyoruz da. Gidelim. Aslında bunun aşkı var. Biz yürüdük taşıyoruz. Bina yürüyüp birsek, o binada başında aksaklıkta fayda yaptılar. Mağut arkadaşlar 2-ayning 6 günü degan gap, 2-ayning 6 günü yo'l qilib bergan. Buni shuni bilan bu tekshirish 2-ayning 12-siga bo'ldi. Degan bejavob 8 2026 2-ayningki 2026 2-ayning 12 kuni. Ekranda ismimiz chaqirib turgan. Yama iştikaydı gülke tizim tutulası. Maşının hemmisi yemine, ötürek tuğanın hemmisi. Kalkansından ben carcan şente şu tuğanlık yemine. Ben bazen şu carcan şente şu tuğanlık haydi oturmadı ben mesela. Kalkansından bezin akıdan teşhit tuğanlık. Kalkansından bez carcan şente şu tuğanlık paydı keldim, minima öy kırdım teşhiriş uyge. Filmin paqatlı seyirvatmağlar tordaşlar yaxşı paydalanıp qalısılar. Men keselini köp tatqan. Özünüz yaxşı olsun üçün deb məşnaq çoğ yer kelib təkşütüb yollab birvatma tordaşlar. Nəticəm çıxdı. Qalqansıman bəzinin iqtidarı nəhayət yaxşı çıxıbdı bu nəticəmdə. O bundan təfsili saxlayıb durub görüb yaxsanlı buludu. Həminə 2-ayının 12 gün təkşürülgən qəyğəz bana təkşürüşünü qıb bolğandan keyin yeni bir binağa çoğ təkşüt qılmaqdım. Bir bağça, doktorxananın içi bir bağça. Doktorxananın içi qarabma adam kesel bimarının ro'yi, haltım yaxşı olub qaldı arkadaşlar. Şunçilik çiraylıq bək çoğ doktorxana ekan bu. Ma bina bilan A binanınki tutaşqan arlıqdaki yol ekan bu. Yollarını da işqib telib ketgandek derecede şu derecede pakiz ekan. Doktorxananın muhitlaridan tatib qon təkşirish o'rniga keldim men hozir. Kan tekshirishga
鼓励养生，到3号窗户等待返去。 9. numarken 209号阿依鼓励养生，到3号窗户等待返去。窗户等待返去。 Mana to'rdashlar hozir tekshirishni tinglashib oyoqlashib endi mashinani haydab qaytdik uyga tushdan keyin soat 3dan yana kelamiz bu Jonsan doktorxonasiga. Mang'an yo'llaringizga yaxshilikni chechib o'ting. Chunki qaytashingizda o'zingizga uchraydi. Bu dunyoda siz erishgan nurg'un narsalar sizning ta'lingiz emas, balki siz qilgan yaxshilikning javobi. Mang'an yaxshi yo'llaringizda yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lg'ay. G'ayrat qizlar Aygul xonim ayol kishilar bo'lsinmi, baxayratlik, sizlar bak tirishchan. Adab mangma yut-yutdan telefon urib, men madad berib, Shanxayga bolalar bilan chiqiblar, ukam natijalar cho'qim yaxshi chiqadi deb men ko'ngil bo'lgan. Shinjongning har qaysi joylaridagi mening funksiyalarimga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlardagi yaxshi xalqimning yaxshi tiliga bo'lsam, men cho'qim yaxshi bo'lib ketaman. Har odam niyatga kun o'rgat o'rdoshlar. Niyating yo'lda shu deb niyatni yaxshi qilsam, har yerda mana shunaqa yaxshilik uchraydi ekan. Rahmat sizlarga.